Darslarni davom ettiramiz. Xo'p, bugun sizlar bilan ko'rib o'tgan narsamiz paketlarni boshqarish, ya'ni paket menejmentni o'tamiz xuloskan. Linux, ya'ni bu paket menejer nima deydigan bo'lsak, ya'ni Linuxda qanday qilib biz paketlarni yangilashimiz, dasturlarni yangilashimiz, dasturlar o'rnatishimiz, xullas kalom umumiy holatda shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, Linux tizimida paket bu dastur, ya'ni dastur deyapti. Paket bu dastur deyapti. Uning barcha bog'liqlari, dependence va o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalarni o'z ichiga olgan biriktirilgan fayllar to'plamidir. Kali Linux Debian asosida ishlaganligi uchun .deb formatdagi paketlardan foydalanadi va ularni boshqarish uchun apt, ya'ni Advanced Package Tool vositasidan foydalanadi deyapti. Ya'ni odatda, ya'ni Linux Debian asosida ishlaganligi uchun .deb oxirida .deb bo'ladigan bo'lsa, demak bu imminni mana shu Linuxga taalluqli bo'lgan paket hisoblanadi, dastur hisoblanadi. Endi bir boshdan ko'rib chiqamiz. Bizda odatda nima bo'ladi? Buni yozmayapti, mana. Ko'radigan bo'lsak, bu yerda cat etc source list qiladigan bo'lsam, bu yerda imminni deb degan mana shu kali.org mana http kali.org ning ichida mana shu paketlar joylashgan bo'ladi. Ya'ni shu paketlardan foydalangan holatda to'liq bu yuklab olishga harakat qiladi. Ya'ni mana shuni ichidagi barcha paketlarni yuklab olishga harakat qiladi. Bu yerda paketlar bilan ishlash uchun biz sudo apt update qilishimiz kerak. Bu komanda paket manbalaridagi eng yangi ma'lumotlarni oladi. Ya'ni mana shu http kali.download ning ichidagi yangi paketlarni oladi deyapti. Bu sudo apt, ya'ni har doim biz sudo bilan boshlashimiz kerak buni. Update qolamiz va bu yerga o'zimizning kalini, parolni kiritib olamiz. Tak, mana agar updating bo'lgan bo'lsa, shu holatda tezda chiqadi. Agar updating bo'lmagan bo'lsa, sizlarda bu narsa sal uzoqroq vaqt olishi mumkin. Kutib turasizlar. Bu tugagandan keyin o'zi to'xtab qoladi dasturimiz avtomatik. Bu yangi paketlarni bizning kompyuterimizga yuklab oladi. Ya'ni qanaqadir kalida paketlar qo'shilsa, misol uchun kali package qiladigan bo'lsam, qilaylik, kali tools qilsam, bu yerda mana kalini barcha dasturlari bor bu yerda. Imminni mana shu paketlardan yuklab olgan holatda bu narsani bajaradi. Ya'ni shuning ichidagi yuklab oladi. Keyingisi bo'lsa bizda upgrading bo'ladi. Ya'ni sudo apt upgrade bu nima qiladi? Ya'ni o'rnatilgan dasturlarni upgrade qilib beradi. Ya'ni versiyalarni yangilab beradi bu. Ko'rganingizdek, hozir menda bu narsa tez bo'ldi, chunki men yaqindagina upgrading qilgan edim. Shunga bu shunaqa tez holatda ishladi. Bu sizlarda ancha sekin bo'lishi kerak, chunki yangi o'rnatgan bo'lsangiz yoki anchadan beri ishlatayotgan bo'lsangiz, ancha dasturlaringiz eskirgan bo'ladi, shunday kutish kerak. Iloji boricha oxirigacha kutishga harakat qilinglar, sababi agar oxirigacha kutmasdan turib uni to'xtatib yuboradigan bo'lsangiz, qandaydir xatoliklar kelib chiqishi mumkin. Qanaqa xatoliklar kelib chiqishi mumkin? Misol uchun qanaqadir paketni yangilagandan keyin kompyuteringizda biron bir narsa ishlamay qolishi mumkin, misol uchun yonmay qolishi mumkin qayta. Drug shunaqa narsalar bo'lib qolardi. Menda kompyuterimda nima bo'lib qolganida, ya'ni upgradingni oxirigacha qilmaganligim uchun bir marta kompyuter splash, ya'ni bitta o'chib, ya'ni ekrani shunchaki o'chsa, hech narsa ishlatmasdan ekranni o'chib qolib yana qayta yoqsam, klaviatura ishlamay qolardi. Imminni bu holatda shunaqa bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun oxirigacha kutinglar, upgrading oxirigacha bo'lib olsin. Xo'p, upgrade deb bildik nimaligini. Endi this upgrade ko'ramiz. Bu komanda tizimdagi barcha eski paketlar yangi versiyaga yangilaydi. Yangi yadro versiyalari yoki tizimning muhim qismlarini ham yangilash uchun dist upgrade ishlatiladi deyapti. Bu yerda buni ishlatib ko'rsak ham bo'ladi. Sudo apt dist yes deymiz. Bu yerda
ko'rganingizdek уже working ketdi. Ya'ni upgrading qilishni boshladi. Bu upgrading qilaveradi. Bu yerda bemalol ishlatishimiz mumkin. Upgrading buni 49% bo'ldi. Buni 100% bo'lishgacha kutishimiz kerak. Xo'p, kelinglar bu 100% bo'lguncha boshqa narsani ko'rib turamiz. Ya'ni odatda Linuxda paketlar apt bilan o'rnatiladi. Ya'ni sudo apt install search show install qilinadi, remove qilib o'chirib tashladi. Paketlarni o'chirish, o'rnatish va qidirish uchun biz shu vositadan foydalanamiz. Misol uchun bu yerga mana shu deyapti sudo apt search nmap desam, nmap bu qanaqa tool, ya'ni общий portlarni skaner qilib berishga yordam beradigan tool hisoblanadi. Ko'rganingizdek, search nmap degandan keyin prям nmapga taalluqli bo'lgan dasturlarni bu yerda chiqarib beryapti. Polniona nmap bu yerda mappinglar chiqarib beryapti. Ko'rganingizdek, pastga tushadigan bo'lsak, pastga tushaveradi. Bu yerda chiqib ketish uchun qayni bosamiz, chiqib ketaveradi. Misol uchun sudo apt search tak misol uchun barb suite qilgan bo'lsam, misol uchun barb suite, ya'ni paketlarni ag'darish uchun biz shunaqa qilib ag'darishimiz mumkin bo'ladi, ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Imini ma'lumot olishimiz uchun degan bo'lsak, sudo apt show misol uchun nmap desam, nmap qilaman. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, mana shu nmap tool haqida to'liq ma'lumot beradi. Bu kim tomonidan yaratilgan, uni versiyasi, uni sayzi, ya'ni hajmi to'liq ma'lumotini beradi bu yerda. Ko'rganingizdek, chiqish uchun qayni bosamiz, chiqib ketadi bu yerda. Endi o'rnatish qanday bo'ladi degan bo'lsak, bu yerda sudo apt install misol uchun mana join qiladigan bo'lsam, joinni misol uchun o'rnatish mumkin bo'ladi yokida nmap bo'lishi mumkin. Toollarni shunaqa qilib o'rnatib ketsak bo'lardi bizga. Bas. Endi misol uchun o'chirish uchun remove ishlatamiz. Misol uchun sudo apt remove nmap qilsam, nmapni o'chirib tashlaydi hozir. Nmap deb yozaman shunchaki, mana nmap yozsam, bu yerda nmap yo'q, o'rnatilmagan, chunki o'chirib tashladim deyapti. Bu yerda aytayapti, install qilsammi deyapti. Odatda misol uchun shu holatda tool o'zi nomini yozsak, bu yerda o'zi aytadi, o'rnatsammi yoki yo'qmi deydi. Buni yeni bossangiz shunday o'rnatib ketishi mumkin. Yokida o'sha sudo apt install nmap qilib ketsak ham bo'ladi. Mana o'zi apt qilib o'rnatib ketishga harakat qiladi. Xo'p. Endi keyingisi. Bu yerda yana purpda qo'yib qo'ygan, ya'ni konfiguratsiya bilan birga o'chiradi. To'liq o'chirib tashlash uchun purpdan foydalansak bo'lar ekan. Endi bizda shunaqa paketlar bo'ladiki, uni qo'lda o'rnatishimizga to'g'ri keladi. Misol uchun .deb bilan tugagan fayllar bo'lishi mumkin. Uni qanday qilib o'rnatamiz degan bo'lsak, bu juda oddiy bo'ladi. Ya'ni sudo dpkg-i qilib o'rnatsak bo'laveradi. Endi buni o'rnatishimiz uchun bizga .deb bilan tugagan qanaqadir dastur kerak bo'ladi. Ya'ni to'g'risi dastur bu qaysi dastur bo'lishi mumkin? Misol uchun men bitta qarab ko'raychi, menda bormikin bu? Bu yerda .deb bilan tugagan Cloudflare bor ekan. Mana Cloudflare .deb bilan keldi. Shuni bitta o'rnatib ko'rishga harakat qilaman. Tak, ls qilaman. Bu yerda mana Cloudflare turibdi. Buni o'rnatishim uchun shunchaki sudo dpkg-i qilaman, ya'ni install degani. Cloudflare nuqta qilib bosadigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Cloudflare Linux qilib o'rnatib berdi. Bu yerda endi chiqmaydi. Agar odatda qanaqadir dastur bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda oqtarsangiz chiqadi bu narsa, bu dastur. Shunaqa qilib dpkg-i qilib mana shu .deb bilan tugagan fayllarni o'rnatib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu faylni o'chirish uchun bo'ladigan bo'lsa, dpkg-r qilib paketning nomini yozsangiz o'chirib tashlaydi bu.
Shunaqa. Endi bizda yana qanaqa fayllar bor? Bular .zip yoki tar.gz formatda arxivlar bo'ladi. Bularni ishlatish uchun, misol uchun, unzipdan foydalanyapmiz. Zipdan chiqarishimiz uchun biz shunchaki, misol uchun, bironta zip fayl topsam bu yerda cd download ga o'tib ko'raylik. Zip bormi ekan bu yerda? cd documents tak deb mana VPN zip bor ekan. Misol uchun unzip VPN book USA misol uchun 16 bor ekan. Shuni unzip qilaman. Bu yerda yes deyman. Yes hozir root olmaganligim uchun bu yerda nima qilmayapti? Mana VPN book buni hozir 16 ni qildikmi? Mana 16 bizda unzip bo'ldi. Ya'ni zipdan chiqardi. To'g'ri terminal o'zida. Endi arxivni ochish uchun tar.gz degan fayl ham bo'lishi mumkin. Buni chiqarish uchun bevosita mana shu z, h va f ishlatadigan bo'lsangiz, sizni asosiy dasturingiz zipdan chiqadi. Xuddi shunday qilib bemalol biz dasturlar, ya'ni Linuximizga o'zimizga taalluqli bo'lgan dasturlarni, qolgan narsalarni o'rnatib olishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun endi Telegram o'rnatmoqchisiz. Buning uchun nima qilasiz? Shunchaki Google qilishni o'rganinglar. How to install, misol uchun Telegram qiladigan bo'lsak, Telegramni ham ko'rsatib beradi bu yerda qanday o'rnatishni. Telegram in Kali Linux deydigan bo'lsak, bu yerda prямо AI'da o'zi ham chiqarib beryapti. Misol uchun Telegram desktop deyapti. Odatda bu Telegram desktop ishlamaydi. Shunchaki nima qilinglar? Telegram o'rnatmoqchi bo'lsangiz, Telegram download Telegram qilaylik. Download Telegram desam, Telegram desktop mana chiqadi. Bu yerda o'zi avtomatik Telegram Linuxda turadi. Bossalaringiz mana tar.hz chiqadi. Xuddi shuni o'zini arxivdan chiqarib, ustiga 2 marta bosib qo'ysangiz, buni o'rnatishni boshlaydi. Bu narsalarni prям sizlarning o'zlaringizga qoldirdim. Iltimos, kirib praktika qilib, qanday qilib o'rnatishlarini yana bir qator o'zlaringiz ham Google qilib, sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Umumiy holatda bugungi sizlarga paket management haqida gapirmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Mana shu hamma narsani uyda o'zlaringiz, ya'ni uyda deyman, kompyuterda o'zlaringiz takrorlab, qaytarib ko'ringlar. Hammaga rahmat.